Assalomu alaykum obunachilar. Mana xudo xolasa yana bir navbatdagi obyektimizni uyda egalariga topshirdik. Tunkalarim bilan qatirib. Hozir sizlarga ichidan ko'rinishini ham olib beraman. Xudo xolasa bu joyimizni kvadrati 200 mingdan bo'ldi. 1 kvadrati. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa hozir uyda ichidan ham sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Mana uyda ichidan ko'rinish holatlari ponni aylanpasiga konteyner profilidan yopib berdik, xudo xolasa tunkalarni qatirib. Mana uy tomlari katta zdaniya, zavod, fabrikalar ustlarini 25 metrgacha bez ustini olib beramiz. Narxlar 170 mingdan 250 minggadir. Bu joyimiz 200 mingdan kvadrati bo'ldi. Uyda gaz tunkani olib berdi, biz qatirib berdik. Shuning ichida. Bu obyektimiz Samarqandda Chelay degan shahrida bo'ldi. Ikkinchi etajdan ham foydalansa bemalol bo'laveradi. Hozir sizlarga tepadan ko'rinishini ham olib beraman. Mana akalar uyda ichiga bemalol loy bosgan mana. Lom bosqisi ham bo'laveradi. Xorilarimiz mana to'ttali. Xudo xolasa ishlarimizga javob beramiz, kачествосiga, mustahkamligiga. Hozir tepadan ko'rinish holatini ham olib beraman mana. Oldiga sarropimiz to'ttali. Tepaga chiqib ketamiz hozir, xudo xolasa tepani ponni video obzor qilib beraman. Mana tepadan ko'rinish holati, xudo xolasa loy bosilgan mana bu joyimizga. Общий 600 kvadrat bu joyimiz. Kvadrati 200 mingdan bo'lgan. Xizmatlarimiz xudo xolasa 12 ta viloyat bo'ylab mavjud. Bu tomimiz mana xudo xolasa o'ta go'zal chiqqan. Nomerlarimiz 88 978 7807. 24 ga 7 aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga bittadan like bosib, shunaqa uy qurdiraman degan akalarga jo'natib qo'yamiz.